Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan to'g'ri nafas olish texnikasini o'rganamiz. Men Iroda Rahmonova, At-Tilmiz onlayn maktabining asoschisi va arab tilidan 14 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Azizlar, nafas olish mashqlari deganda eshitilganda bir oddiy narsaga o'xshaydi. Lekin aslida to'g'ri nafas olish konsentratsiyani bir joyga jamlashda, olayotgan informatsiya sizga tezroq singib borishida va shu bilan birgalikda uzun arabcha so'zlardan iborat matnni nafasingiz uzilmasdan oxirigacha o'qib borishingizda to'g'ridan to'g'ri sizga xizmat qiladi. Nafas olish mashqini bajarishdan oldin biz aniqlab olishimiz kerak. Biz aslida to'g'ri nafas olamizmi? Bu sizga g'alati tuyulishi mumkin, lekin ko'pchiligimiz haligacha to'g'ri nafas olish qoidasini bilmaymiz. Boya aytganimdek, to'g'ri nafas olish nafaqat tanamizga, balki aqliy faoliyatimizga, bilimlarni singdirishimizga ham juda foydali. Demak, eng avvalo to'g'ri nafas olishni o'rganamiz va bu nafas olish qornimiz bilan nafas olishdir. Hozir men sizga qanday to'g'ri nafas olish kerakligini ko'rsataman. Demak, eng avvalo to'g'ri nafas olishni o'rganib olamiz. Buning uchun sizlarga ko'rinish uchun yonbosh turib olaman, qo'limni qornimga qo'yaman. Demak, nafas olayotganimizda bu yerimiz emas, qornimiz shishishi kerak. Hozir qornni shishirishga harakat qilamiz. Demak, 5 gacha sanaymiz. Qani ketdik. Yana bir marta. E'tibor bergan bo'lsangiz, qornim kirib chiqyapti. Nafas olayotganda qorin chiqadi. Azizlar, mana shu demak to'g'ri nafas olishdir. Qorin bilan nafas olish. Endi buni biroz murakkablashtiramiz. Demak, 5 gacha sanab nafas olamiz va 5 gacha sanab nafas chiqaramiz. Qani ketdik. Endi keyingi etap 5 gacha sanab nafas olamiz. 5 gacha sanab nafasni ushlab turamiz va 5 gacha sanab nafasni chiqaramiz. Qani ketdik. Mana shunday mashqni azizlar bir kunda 5 martadan 10 martagacha takrorlash mumkin va buni albatta o'sha vazifa bajarishdan oldin qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana qornimiz bilan nafas olishni o'rgandik. Boshda bosh aylanadi, chunki miyaga kislorod boradi, lekin bu mashqni doimiy bajarib tursangiz, sog'ligingizga ham, ilm olishingizga ham, arabcha matnlarni, uzun arabcha matnlarni to'g'ri nafas olib o'qishingizda ham juda ham katta yordam beradi bu nafas mashqi. Azizlar, hozirgi qilganimiz biz 5 gacha sanab qildik. Buni aslida 10 gacha sanab yoki 12 gacha sanab ham yetkazish mumkin, lekin buni asta-sekinlik bilan qilinadi. Bu bizga nima beradi? Fikrni bir joyga jamlashga, bilimning miyaga tez kirishiga, kayfiyatimiz ko'tarilishiga, xotirani yaxshi bo'lishiga yordam beradi va albatta miyani kislorod bilan to'yintiradi. Bu mashqni ayniqsa dars qilishdan oldin bajarsangiz, siz kam vaqt sarflab ko'p bilim olasiz. Chunki diqqat jamlangan bo'ladi. Demak, hozir har birimiz o'rnimizdan turib nafas mashqini bajaramiz va izohlarda qanday holat sizda yuz berganini yozib yuborasiz. Yanada arab tiliga doir qiziqarli ma'lumotlarni, bilimlarni olmoqchi bo'lsangiz, sahifamga albatta obuna bo'lib qo'ying va yangiliklarni kuzatib boring.